Ular agar bu idish tugamaydi, ikkinchi jahon urushi tugadi, koronavirus tugadi, lekin o'ynash tugamaydi. Idishlarni o'zing kirladi, o'zing supursidir. Endi o'tirdanib malaman deganingda hech bo'lmasa boringga qilib qo'yadi. Uy tozalik istaydi, bola ona mehr istaydi, el ovqat istaydi, hech kim so'ramaydi. Bu xotin nima istaydi deb sizga aytsam deganlar bu hol va asabizda eng kulminatsion nuqtasi eringiz nima qilib charchading, uyda o'tirasan-ku deganda bo'ladi. Shu paytda miyangizda nimadir portlaydi. Zamonga tasavvur bo'lgi bilan asosam deb xayol qilasiz. Onalarga hatto kasal bo'lish ham mumkin emas. Axir sizda qildi joningiz bor-ku-bor test maqsad darrov nima yozishga tushadi. Datimiz bir bo'lsa chetdagi yurakchani qiynamasdan bosib tiginingizga tez samolyotchani tushirib qo'ying. Kommentlarda datingizni to'ston qilib o'tirmang. Babibsan hech kim eshitmaydi. Ular 2 bolali bo'lsa onalik rejimiga o'tadi. 3-bolada zombi holatiga. 4ta bolali bo'lsa yashab yurishni o'zi mo'jiza. Bolali onalar kunda faqat bir marta hojatxonaga bemalol kira oladi. U ham eshikni orqasidan mahkam ushlab turgan holatda. Ko'p bolali onaga qachon oxirgi marta dam olgansiz desangiz, pasportini chiqarib bolasi tug'ilgan sanani ko'rsatadi. Ko'p bolali onalar bir dona tana, 8ta quloq, 9ta qo'l va uzib tashlangan nerv tolalari bilan yashaydigan super organizm. Ko'p bolali ayolning bir haftada kamida 2 marta hammadan qochib ketaman degan rejasi bo'ladi. Ammo 10 daqiqada bo'pti, faqat 1 soat dam olsam bas rejimiga o'tadi.